Godzilla -0 filmining ilk tizeri chiqdi. Ha, juda qisqa, lekin shu bir necha soniyalik kadrlar ichida siz o'ylagandan ham ko'proq sirlar yashirilgan. Godzillaning bo'yi o'zgarganmi? Yangi dushman kim? Va eng muhimi, ushbu sahnadagi g'alati ko'k energiya nimani belgisi? Keling, tizer ichiga yashirilgan tafsilotlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Film aslida 2023-yilda chiqqan Godzilla -1 filmining voqealarining davomi bo'lib, hikoya o'sha filmning yakunidan taxminan 2 yil o'tib sodir bo'lmoqda. Birinchi filmda Godzilla mag'lub qilindi, hatto parchalanib tashlangandi. Ammo filmning final sahnasida juda muhim bir detal bor edi. Bizga Godzilla yana o'zini tiklay boshlaganini ko'rsatishdi. Demak, uning hikoyasi o'sha yerda yakuniga yetmagan, faqat vaqtinchalik to'xtatilgan xolos. Yangi tizer esa bizni aynan o'sha davrga oid ayrim sahnalar bilan yana qayta uchrashtirdi. Tizerda e'tiborni tortadigan narsa faqat Godzilla emas, balki hikoyani aytib berayotgan ovoz ham. Birinchi filmda voqealar to'liq Yaponiya markazida bo'lib o'tgani uchun filmning treyleri ham yapon tilida edi. Chunki falokat faqat ularning nuqtai nazaridan ko'rsatilgan xolos. Ammo bu safar biz tizerda amerikaliklarning ovozini eshitamiz. Ehtimol bu amerikalik harbiy bo'lishi mumkin. Buning o'ziyoq katta o'zgarish. Go'yo film endi Godzilla hodisasini faqat Yaponiya emas, balki butun dunyo nigohi orqali ko'rsatmoqchi. Endi esa tizerda aytilgan jumlalarga e'tibor bering. Agar ularning operatsiyasi muvaffaqiyatsiz bo'lsa, balki oxirida uni ishlatish imkoniyatiga ega bo'larmiz. Bu yerda uni degan so'z mutlaq noaniq. Bu qurolmi, biror mavjudotmi yoki Godzillani to'xtatish uchun yaratilgan boshqa narsa bo'lishi mumkinmi? Lekin bitta narsa aniq, Amerikaning qo'lida B rejasi bor va bu reja yangi filmning markazida bo'ladi. Ushbu sahnada amerikaliklarga tegishli bo'lgan bir hujjatni ko'ramiz, chunki undagi barcha yozuvlar ingliz tilida. Detallarga qarasak, hujjatda Godzillani to'xtatish operatsiyasida qatnashgan Yukikaze va Hibiki kemalari ham alohida belgilangan. Demak, bu hujjat birinchi film finaliga tegishli. Bu yerdagi qiziqarli detal burchakda ko'rinib turgan samolyot. Bu xuddiki birinchi filmning final jangida amerikaliklar ham bo'lganiga ishora qilmoqda. Bu sahna ko'rsatilganda esa orqa fonda mana shunday jumla aytildi: "Uchinchi o'qni otishni bekor qil." Bu shuni anglatadiki, operatsiya davomida Godzillaga amerikaliklar tomonidan kamida 2 marta hujum qilingan. Bu esa muhim nazariyani tug'diradi. Amerikaliklarning uni ishlatamiz degan gapi ehtimol biror mavjudot emas, balki qurol bo'lishi mumkin. Hatto Godzillaning birinchi filmda o'limdan qaytib kelishi ham aynan shu qurol sababli bo'lishi mumkin. Keyingi sahnada esa Akiko o'zining o'yinchoq quyonchasi bilan uxlab yotibdi. Bu detalni birinchi filmda ham ko'rgan edik. Ko'pchilik youtuberlar uni Motraga o'xshatishyapti, lekin qarab tursangiz, u umuman Motraga o'xshamaydi. Keyingi sahna esa treylerning eng murakkab qismi. Yangi tahdid yaqinlashmoqda degan yozuv chiqadi va biz yana Kaichini ko'ramiz. U birinchi filmda Godzillani to'xtatgan pilot edi, ammo bu safar manzara butunlay boshqacha. U uchayotgan joy umuman shaharga o'xshamaydi. Binolar havoda suzib yuribdi. Ha, haqiqatdan ham uchayotgan binolar. Ko'rinishidan qandaydir ko'k energiya maydoni binolarni yerdan ko'tarib, ularni havoda ushlab turibdi. Bu sahnani 3 xil talqin qilish mumkin. Birinchi ehtimol, Kaichi tush ko'rmoqda. U boshdan kechirgan urush travmalari va Godzilla bilan bo'lgan voqea sababli kobuslar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi ehtimol, Godzilla yangi qobiliyatga ega bo'lgan. Bu olamda ko'k energiya odatda Godzilla bilan bog'liq. Uchinchi ehtimol esa bu butunlay boshqa mavjudot. Bu filmda Godzilla yolg'iz bo'lmasligi ham mumkin. Yer tortishish kuchini o'zgartira oladigan kaidzular esa juda kam. Masalan, Space Godzilla, Kaiser Ghidorah. Ayniqsa Space Godzilla nazariyasi ba'zi jihatdan mantiqiy bo'ladi, chunki birinchi filmda Godzilla DNKsi atmosferaga tarqalgan bo'lishi mumkin. Ammo baribir hozircha bu nazariya uchun erta. Space Godzilla uchun ham hali vaqt bor. Hozircha eng mantiqli ikkita ehtimol bu sahna Koichining ongidagi tasavvur yoki Godzillaning yangi kuchi bo'lishi mumkin. Tizer oxirida esa va nihoyat Godzillani aniq ko'ramiz. Bu filmda uning effektlari yanada yorqinroq bo'lgan, lekin eng qiziq voqea u AQShda yuribdi. Avvaliga Godzilla kichikroq ko'rinadi, ammo keyingi kadrlarda u haykal bilan bir xil yoki undan ham balandroqdek ko'rinadi. Hisob-kitoblarga ko'ra uning bo'yi 100 metrgacha yetishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, yangi Godzilla oldingisidan ham kattaroq tahdid. Ammo bu sahnaning ma'nosi faqat hajm emas. Godzilla Yaponiyada tug'ilgan yadroviy halokat ramzi edi. Endi esa bu falokat global tus olmoqda. Bir tomonda erkinlik ramzi bo'lgan ozodlik haykali, boshqa tomonda esa uni yo'q qila oladigan kuch. Endi eng muhim savol, Godzilla nima uchun AQShga keldi? Bu yerda Hedora nazariyasi paydo bo'ladi. Hedora kosmosdan kelgan mavjudot bo'lib, insoniyat yaratgan ifloslanishlar bilan oziqlanadi. Sanoat chiqindilari,
dori, tutun, kimyoviy moddalarning barchasi uning uchun oziq. Urushdan keyingi Yaponiya hali kuchli sanoatlashmagan edi, ammo AQSh o'sha davrda dunyoning eng yirik sanoat markazlaridan biri bo'lgan. Demak, Hedora uchun bu joy mukammal muhit. Shuning uchun uning filmda chiqishi tobora kuchaymoqda. Urushlar Godzillani yaratdi, urushdan qolgan ifloslanish esa Hedorani yaratadi. Filmning premyerasi shu yilning 11-noyabr kuniga belgilangan. Albatta, ungacha hali ancha bor ekan. To'liq treyler taqdim etilgandan so'ng film haqida yana ko'proq ma'lumotlarni bilib olamiz. Video oxirida esa ushbu savolni bermoqchiman. Bilasiz, filmda Godzillaning bo'yi o'sdi va u bemalol Monsterverse maxluqlariga qarshi tura oladi. Sizningcha yaponiyalik Godzilla amerikalik Godzillaga qarshi tura oladimi? Albatta, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.